60 milyon 5 kilo muhtalar var belediye 5 sola değil. Neç böl hoca aka neç pul verdingiz? Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? 72,5 million. Qani she'riga? Ikkosi 72,5. Hurmatli obunachilar, bir joyga jupi 72,5 million so'mga savdo bo'lyapti. Taroziga nima dedingiz? Taroziga 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Mana. Nazim aka, shuni olib kelganingiz? Taroziga hisob chiqmayapti. 60 so'm. Skidga so'rayapsizmi yo'qmi? Biz o'ralyapti. Necha kilo? 2 paqir suv o'tdi 60 ming 500 dan. Necha kilo bo'ladi 2 paqir suv? 10 kilo. Eng kichik paqir ash 10 kilodan. 20 kilo. 50 kilodan boshlanadi paqir. Gap yo'q. 60 ming so'mdan trivasiniga so'ralyapti. Hurmatli obunachilar. Mana. O'zimizda kelgan mol ekan. Bular nech bilan bo'ldi? Aka, novoslar nech bilan bo'ldi? 26 bo'libdi. Bu Angus Uqan qarang, hurmatli obunachilar. Joning sog' bo'lsin. Kimiki gap bu Angus Uqan? Egasi yo'q. Egasi yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Novos o'tda ham kachka ekan. Mana. Mashalloh, like bosib qo'ygan akalarimiz xonadonida 10 tonta bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy buqa kuzatuvchi obunachilar. 2025-yil 6-noyabr hafta kuniga payshanba. Andijon viloyati Asaka O'zbekiston chorva bozoridamiz. Hurmatli obunachilar, novos ishqibozlariga novoslar qatoridan video rolikimizni boshladi. Angus. Angusmi, ha? Angus. Angus. Angul deb qo'ygan. Donalarga bosib kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Xudo xolasa olingan sotilganlar ko'rsatamiz. Qaysi biri Boytog'a? Sarıda. Mallava nechi pul? 34 milyon. 34 million so'm savdo bo'lyapti mallasiga. Bering. Adresimi? Bu Angus usor ekan. Jonivor. Xudo xolasa olingan sotilgan barchasini ko'rsatamiz. Mana Novos masalasida kelsangiz, hurmatli obunachilar, Novos olmasdan qaytmaysiz batdaysiz. Mana Novosdan makoni. Kimdan ekan bu? Nech pul deyapsiz boyaga? 50 milyon deyapmiz. Hurmatli obunachilar, 50 million so'm kam bor ekan. Nech pulga bermayapsiz? Yomon uzun bu qo'ygan, ha? 45 ga bermayapsiz. Kiloga 62 dan qil. 45 million trivazinga sotilmayapti, taroziga 62 ming so'mdan berilmay turibdi, akalar mana. Jonivorni qarang, mashalloh. Telefon nomeridan yozib qo'y. Ayting. 94 94 382 382 04 04 84. Oshxonaga yo'inki qassob akalarimiz bo'lsa, jonivorni ana bo'yinlarini ham qarang. Ishqoz o'tsa aloqa ish qurasizlar. Aka, taroziga sotildimi? Ha? Nech pulga? 27 million 200 ming so'mga shunday sotildi. Trivazin. Zo'r, barakasi bo'lsin. Bozoringiz bersin aka. Bu Avlikol bu qancha pul bo'ldi ekan? Aka, avlikol necha pul bo'ldi? Ha? Bo'ldi aka, gap yo'q. Bozoringiz bersin. Ertaga hammasini olib bering deganiga. Buqani zo'rlariga kelamiz, xudo xolasa. Buqa bozorni qarang, hurmatli obunachilar. Mana hozir 17 mincha o'rab olib, yomon qattiq savdo ketyapti shekilli. Qarang. Mallar savdo qilyapti shekilli, jonivorlar. Qaysi birini savdo qilyapti? O qarang, hurmatli obunachilar. Bular egasi kim ekan bu? Smetanlar egasi ko'p. Jonivorni qarang,
zo'r, ajoyib bo'ladi-da sementallar, kallalar qarang. Hurmatli obunachilar. Barakasi bersin. Mana hurmatli obunachilar. Bular egasi kim ekan bularni? Boyaga necha puldan bular? Ha, mana qaparona bo'lib. Qorada qora ham 32 milliondan hozir mos xayrli qilib beramiz aka. Qatgacha? 5 ta. 5 ta qizil, bittani qora. Gap yo'q. 32 danmi? 32 dan xayri bor. Xayri bor. O avlikollar-chi? Yo'q, avlikollar. Sotdingizmi orasida bitamda? Olamiz. Aka, novoz bo'ladimi pansiyalisida? Ha. Nomeringizni berasizmi? 93. 048 0333. Orasida sotdingizmi deyapti? Ha, ikkita. Necha puldan berdingiz? 30 million 500 ming. 30 million 500 mingdan sotiladi. Mobodo novoz kerak deb telefon qilaverasiz, akamiz novoz masalasida ishingizni bitirib beradi aka. Xudo xolasa, bozoringizni bersin aka. Xo'p, bularni kimdan ekan? Bularni kimdan? Sizlardan bular? Necha puldan deyapsiz? 28 dan deyapman. 28 million so'mdan kam bor ekan. Savdo qilishdimi aka bularda? 25 million 500 ming so'mdan sotilmayapti. Mana. Doim bo'ladimi aka? Bo'ldi, nomerini olib qo'ydik. Gapi. Bozorlarni biz. Aka, mana shu angus nechi pul? 25 million kam bor ekan. Maydasi qimmat bo'ladi. Vallahi qarang, hurmatli obunachilar. Nechta kerak? Bular egalari kim ekan endi? Egalari kim bularni? Sizlar kimmi? Nech puldan ochib ular? Qo'yib suv. O bolalar o. Gap bilan o'p olishdi ular. Egasi borini so'raymiz. Qolaveradi mollar. Nech pul mash olib chiqqansiz? 16,5 ga beraman. 16 million 500 ga berar. Seropa? 24 bosh bor ekan. Dastavka nima bo'ladi? Dastavka kelishamiz. Qilib beraverasiz-a? Ha. Nomer aytingchi. Telegram WhatsApp bormi? Bor. 33 250 09 91. Telegram WhatsApp bor. Qachon so'rab telefon qilsangiz ham novoz bo'lar ekan. Bozoringizni bersan aka. Qarang. Qirg'iziston novozlari, Qirg'iziston shved buqalari. Xo'p, hurmatli akalar, chorvadorlar, Vodiy buqa kanalining ashaddiy obunachilari, mana sotilgan baraka maydalar barchasini ko'rsatyapmiz, xohlasa. Mehnat uchun bir dona like bosib qo'yasiz. Mana shuni nechta sotildi ko'ramiz. Nechta pul bo'ldi? Boyagi 27 million so'mga sotildi. Hammaga o'ta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Like bosib kanalga mehmonlar obuna bo'lishni